Assalomu alaykum, uchta anime sevarlar. Sizlar bilan Shoh. Bu anime Sardor Buratim homiyligi asosida chiqarilmoqda. Kanal Animax uchdi. Eng sifatli animelar faqat shu kanalda. Minglab yillar oldin ulkan dehqonchilik hududining 3 ta buyuk xazinasidan biri bo'lgan Jannat qarshi munchoq tasodifan Dying Earth Worldga kirib keldi. Uni Vermilon qushi mamlakatdagi eng kuchli shaxsiy titulini olgan. Tashvishlarga ko'ra, osmonga qarshi munchoq bilan qadimiy o'lmas hududga erishish mumkin. O'shandan beri xazina uchun kurash hech qachon tugamagan. U munchoqni oling. Tito osmonga qarshi munchoqsiz orzu qilishingiz kerak bo'lgan narsa emas. Tunan, mani gapni gapirmang. Agar hammangiz bu munchoq uchun kurashsangiz, men qila olmayman. Qanday mag'rurlik! O'ylaymanki, men Vermilon mamlakatining yaxshi jangchisiman. Ikkinchi avlod Vermilon gubernatori. Boshqa domenlarda mutaxassis menga hujum qilish uchun birgalikda ishlash majbur qilish mumkin. O'shanda bu mening hayotimga arziydi. Bizga ta'zim qiling. O'shanda biz sizning hayotingizni saqlab qolamiz. Va men taslim bo'lishdan bosh tortsam-chi? Biz sizning joningizni olamiz. O'lim barmog'imi? Dunyo vaqt o'tishi bilan o'zgardi. Jannatga qarshi munchoq taqdiri aylandi. O'lganlar zamonga ergashadilar. O'lmaganlar zamonga qarshi. Garchi bu tana bugungi kunda vayron qilingan bo'lsa-da, lekin taqdirli odam paydo bo'lgan. Bu biz yana uchrashadigan vaqt bo'ladi.涅槃重生落纸上，
我已血肉破苍狼。天浩大，我生来平庸，又何妨？冷眼刀法几时狂？悬崖深处风雷荡。非思量，生与死梦一场。剑出鞘，问仙刚。人世间多无常，造化乾坤，此地奇门真相。蓝四海吞八方，须臾间尽沧桑。我逆光去飞翔，续写三界万物新的篇章。花瓣修仙，尽在一念之间。蝼蚁身退乾王，海中沙月天荒。少年行风雨闯，我逆春仙与天和谐一场。Jannat kimgadir katta mas'uliyat yuklaganida, u avvalo ruhiy azoblarni boshdan kechirishi kerak. Jismoniy qiyinchilik, tana ochligi, yo'qlikka duchor bo'lish va u qilgan hamma narsa tartibsizlikka tashlanadi. Yanju dunyoda 4 shaharcha, 8 ta qishloq mavjud. O'lmaslarning yog'och o'ymakorligi ushbu partiya uchun to'langan depozitlar. Tushunchida o'lmasa CV tayyor bo'lishi uchun bu har 3 yilda bir marta o'tkaziladigan katta bayramdir. Biz uchun Chao mamlakati uchun o'lmaslarning himoyasiga ta'sir qiladi. Bu raqam bo'lishi kerak. Ajoyib shakl va ruh. Tasi, Tenju, kelinglar ovqat yeymiz. Oboye, men boryapman. Biz yana odamlar. Uka, boya uchun foizlarni tayyorladingizmi? Bu yerga qarang. Qanday yomon narsalar. Bu ko'proq o'xshaydi. Hammamiz sizga qarzimizni qaytaramiz. O'g'limning imtihonchi xarajati. Mani gapni gapirmay yo'limdan qoch. Oilamizning bori. Qo'lingni ol. Yer yutsin seni. Har bir davlatda o'z aybdori, har bir qarzning qarzdori. Siz hatto kelin qarzini to'lay olmaysiz. Sizga xohlagan narsani beramiz. Lekin bu bizning farzandimiz istiqboli uchun. Sizdan iltimos qilaman. Ota-ona, o'rningizdan turing. Siz chunki mening istiqbolim uchun hech narsa qila olmaysiz. Eju, buni eng yaxshi tushunadi. Klasoy kelganimda hammasini tayyorlang. Qani ketdik. Nima uchun Vankilani? Yonizaning ikkinchi o'g'li meni shunchalik yomon ko'radimi? Ibrodolasining o'zi aybdori. Juda ham yaxshi aytilgan. Kimga qilingan bu adolatsiz uchun kimga murojaat qilaman? Bu qarzim uchun tovon so'rash uchunmi? Kim bizga yordam beradi? Eju, siz bora olmaysiz deb qo'rqaman. Klasi iltifon imtihoniga. Biz sizga yordam bera olmadik. Bunga tayyorgarlik uchun yana 1 yil kerak bo'ladi. Muammo emas. Eju, katta bo'lding. Bo'ldi. Ukam, nega kelding? O'tiring. Qanchalik tez bu yerga shoshilmay. Har doim men kechikaman. Odamlar tobora ko'proq chiziqdan chiqib ketishdi. Bu safar men bu yerga yugurdim. Muhim masala uchun. Emtoq mazhabi Chijao mamlakatiga tegishli. Eng yuqori o'lmas o'tirish seksiyasi hozir shogird yig'ishmoqda. Sizning Vang u yerga borishi mumkin. Bu safar sinov uchun 3 ta joy bor. Eju sud jarayoniga qo'shilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Eju o'lmas seksiyaga qo'shilgan ekan.
Hammamiz o'sha bezorilar hali ham sizni bezovta qilishga jur'at etadimi? Maslarni o'stirish albatta juda yaxshi. Ammo men olmos o'stirish duch kelgan xavf-xatarlarni eshitdim. Biz kabi odamlar hech qachon tasavvur qila olmaydigan narsalar. Xotinim bilan bu yil yana o'ymakorlik yasaymiz. Buni keyingi yil imtihon qatnashish uchun tayyorgarlik. Bu qarzlarga kelsak, ularni qaytarish uchun 10 yoki 20 yil kerak bo'ladi. Men buni qabul qilaman. Da, ona, bu yillar davomida men hech qachon bo'shashishga jur'at etmadim. Bizning oilamizda hali ko'p baxtsizliklar bor. Boshqalar endi hammangizni haqorat qilishlarini xohlamayman. Men hammangizni shunday azob chekishingizni xohlamayman. Qaror qabul qildim. Chunki hayot oson emas. Men qo'limdan kelganini sinab ko'raman. Odamning taqdirini osmonlar belgilaydi. Teju. Ikkinchi aka, faqat Tejuga sinab ko'rishga ruxsat bering. Ota, ona, O'tinchi amaki, men sizning umidlaringizni albatta oqlayman. Eng qiyin yo'lni tanlaganimdan beri men albatta qo'limdan kelganini qilaman. O'shanda bizni qasrdan haydashganda men bir kun qaytib kelishimni kutmagan edim. Teju, biroz vaqt o'tgach istehzoli so'zlar qabul qilmaslikka ishonch hosil qiling. Da, ona, tinchlaning. Ikkinchi aka, Taychi kelishdi. Iltimos oldingi voqea uchun bizni kechiring. Teju keldi. Shu bolaligidan ham aqlli edi. Bu to'g'ri. Tayju, yana ko'rishdik. Olmoslarning shogirdi yo'llanganda ular olmos bo'lish taqdirida bor yoki yo'qligini ko'rishadi. Siz haqiqatdan ham o'ymakorlik qilish orqali energiyaga ega bo'lasiz deb o'ylaysizmi? Necha yil o'ymakorlik qilish? Shunday deb eshitdim. Men tog'i seksiyasi hurmatli odamdang-ku. Bizning yosh ishlarimiz hayratda. Shuning uchun bizning Vang oilamizga 3-o'rin beriladi. Bu o'lmasmi? Haqiqatdan ham o'lmas odam. O'lmas keldi. Iltimos, bizni barakali qil, o'lmas. O'lmas. Siz uchalangiz, hammangiz shu yerdamisiz? Uch kelibsiz, o'lmas. Sizlar 3 kishi. Siz Vang Zhuxumisiz? Siz iqtidorli ko'rinasiz. Partiya a'lomaga danxusidan qo'yilib qolgan ajallanarli emas. Rahmat, ustoz. Men Vangliman. Men Vang Xaoman. Hammangiz ortimdan. Hurmatli o'lmas. Iltimos, ota-onam bilan xayrlashishga ruxsat bering. Ota, ona, sinovda albatta qo'limdan kelganini qilaman. Hammangiz uyda o'zingizga g'amxo'rlik qiling. O'g'lim, tanlamasangiz ham hammasi yaxshi. Eson-omon qaytib keling, biz sizni albatta kutamiz. Xavotir olmang, ona. Qishloq boshliqlari. Birodar Tayji, qo'rqmang. Tog'imiz qilib kelganimizda men sizga qarayman. Buning uchun rahmat.
joyi. Bu Qingtong mazhabimi? Nega bu tomon juda katta? 仙人地形 Elmaslar dunyosi shubhasiz sirli. Qanday bilamsiz? Vintegran Klotre Aray. Sizningcha kimdir bu olmos darvozasini topa oladimi? Men Huanglongni mukammal qildim. Qingtog'i sektasi rahbari. Bizning Qingtog' mazhabimiz har doim bo'lgan. Shogirdlarni tanlash juda qat'iy va juda kam. Odamlar tanlanadi. Qingtog' mazhab shogirdlari bo'lish. Olmos yetishtirishda tug'ma iste'dod eng muhim hisoblanadi. Birinchi bosqich ma'naviy ildiz imtihoni. Malakali emas. Malakali emas. Malakali emas. Malakali emas. Siz kichik birodar Daho tilga olgan Vangchurmisiz? Sizning tug'ma iste'dodingiz haqiqatdan ham yomon emas. Men tomonda turing. Malakali emas. Malakali emas. Tezorda bizga navbat keladi. Muhtaram olmas, umringiz uzoq bo'lsin, baxt abadiy bo'lsin. Vangho, sizga ishonaman. Haqiqatdan ham aqllisiz. Sizning qobiliyatingiz chekli olmas. Otam tog'da topib olgan 30 yoshli elchi. Men buni uydan maxsus olib keldim. Sizga taklif qilaman. Endi tabletkalarni qayta ishlash bo'yicha yordam etishmayapti. Siz aqlli ekanligingizni hisobga olsak, buni qilishga tayyormisiz? Men tayyorman. So'ralishda muvaffaq bo'ldimi? Malakali emas. Malakali emas. Malakali emas. Siz hatto kalandan qarzini to'lay olmaysizlar. Istiqbol haqida gapirishingiz mumkin. Sizga xohlagan narsani beramiz. Bu farzand istiqboli uchun bo'lmasa energiya bo'laman deb o'ylaysiz. Birinchi, kichikroq olmasa iqtidorli qilish. Biroq bu hali tugamadi. Kamal kishi bu hozircha birinchi raund ekanligini aytdi. Ha, boshqa tekshiruvlar bo'lishi kerak. Olmos o'stirish uchun shubhasiz ruhiy ildiz muhim ega bo'lishi kerak. Ammo agar sizning sabr toqatingiz alohida bo'lsa, olmos bo'lishi uchun taqdirlangan kabi shogird sifatida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Moviy ravon aniqlaydi. Barchangiz Qingtog'i mazhab qo'shilishingiz mumkin. 来决定。日落 Masir ilohiy tog'iga yetib boring. Yosh yetib borish oldin samoviy zinapoya tepasidan. Va siz munosib bo'lasiz. Agar quyosh botishidan keyin yetib borsangiz muvaffaqiyatsiz bo'lasiz. Agar davom eta olmasangiz yoki yarim yo'lda xavf-xatarga duch kelsangiz, taslim bo'ling va baqiring. Kimdir sizni qaytarib oladi. Birinchi bo'lib ketaman. Men atrofga to'planganman. Ketaman. Mening oxirgi imkoniyatim. Hoş. Bu nima bo'lyapti? Bu nima? Ular qayerdan chiqdi? Yordam bering. Yonib bo'lyapman. Yordam! Qazildi. Yordam bering. Qazildi.
qazildi. Yordam! Qazildi. Yordam! Bu illyuziya. Hammasi illyuziya. Hammasi illyuziya. Bu illyuziya. Men bo'lsam ham hali ham u yerga ko'tarilaman. Eng samimiylik bilan sabr qiling. Eng samimiylik bilan sabr qiling. Men o'lmaslikni o'stirmoqchiman. Bu nima? Kuniy nuqta juda qiyin. Nega meni rad etasan? Vaqt tugadi. Odam sening qalbing qattiq, lekin u buyuk yo'lni shafqatsizligiga qarshi tura olmaydi. Bu behuda. Bu shunchaki behuda. Siz keldingiz. Bugun nihoyat keldi.指引我，这一路残破岁月进化成愈加的迷惑，置身于浑浊，若无初心，怎能分清对错？